алейкум. Здравствуйте, братья и сестры. To'g'ri aytdimmi? Короче, Buxoroning sochi. Ovqatlanish tartibini solmasalaringiz, nafsni tiymasangiz, boshingiz kasaldan chiqmaydi. Men kuniga bir mahal ovqat yeyman. Mana 2 kundan beri faqat qaytguncha Madinaga kelguncha aeroportda faqat kechqurun ovqatlandim. Mana hozir ham obed qilganman ertalabdan beri. Ajva xurmosini yeyapman. Barak, mana o'ng qo'lim. Ko'zing chuqur negativlar. Shundan ochlik qilinglar. Aralash qilmanglar ovqatni. Hattoki. Va alaykum assalom. Aralash. Hozir katta hajdaman. Qaranglar, hattoki yozilyapti. Qizil olma bilan sariq olmani aralashtirib yesangiz ham qo'rningizdan bo'lar ekan. Yo sariqning, yo qizilni yeng. Mevalarni aralash yesangiz ham kasal bo'lasiz. Tushundingizmi? Qonni super tozalashga giyoh eting. Bo'ymador bilan asal sharik qilib tayring. Bo'ymador, tizchilisting deyiladi. Assalom, haj safarida borda, Xudo xohlasa keldim. Assalomu alaykum. Chotkimi ishlarsiz? Go'zalini, chotki. Oshqozon og'rib. Assalomu alaykum, Bolataga. Вы когда вы вылетаете вообще-то? Я Пульман Замзам отель. Я здесь, короче. Как вы? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' salomat. Uy sharoitida insulinni qanday tushirsa bo'ladi? Ibragimova savol. Nafsni tiying. Lavroviy list bor, sachratqi bor. Ichib yuring, baraka topkur. Kurkuma bor, kurkuma. Tushundingizmi? Kurkuma cho'y qiling. Onangizdan ham duo qiling. Birodarlar, men 5 mahal namoz o'qiydigan bo'lsam, 5 mahal ham qilayotgan duomni qaraydi. Qudrollohim, tuberkuloz легкая. Tuberkuloz yo'q, не проблема, medvedka ichiring. Medvedka. Tuyani suti. Yana propolis. Bemorlarga shifoi komil ber. Qilayotgan duom. Fazling ila gunohlarini kechirgan holda shifoi komil bergin, bizlarni faqat sababchi qilgin deb duo qilaman. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Ishontirish niyatim yo'q. Tushundingizmi? Amin. O't qopini ketkizish uchun nima qilish kerak? Yana dieta. Sepkilni tabiiy sepkilni. Achchiq bodomni yog'ini surtasiz, achchiq bodomni daraxtini tomirini qaynatib betingizga surtib yurasiz. Как очистить организм? Кето-диета, вообще-то вегетарианством можно. Ich ketishga ham dori aytib yuboring. Ichingiz ketyaptimi yoki ketkizishgami? Eshak yemiga ayting, nima qilsam? Eshak yema, qurtingiz bor, Eshakbek deb aytaman. Ilyosbek Akbarovich. Ilyosbek Akbarovich. Mumiyo iching, mumiyo. Hammalaringiz nomidan Xudo xohlasa salomni yetkazaman. Salomlaringizni yetkazaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bor shishib ketdim, nima qilay? Buyragimda qum. Shipovniga iching, srochni. Shipovni yoki petrushka urug'ini damlab iching. Petrushkani свежий выжатый sok, bir osh qoshiqni bir kun davomida ichishingiz mumkin. Buyragingizda qum bo'lsa. Uzlavoy man katta bo'lib ketibdi, tugunim kichiraydimi ham, gemoglobin oshibdi, diabet boshlanishi deyishyapti, nimalar qilsam bo'la, bir to'da.
Xudo, tugilni zobga, lapchatka belaya yoki ana uni o'zimizda qo'yitgan, ya'ni durnishnik, zobo, vidni o'shani damlab ichishingiz kerak. Qo'yitgan, hamma joyda itga kerak emas. O'shani ichishingiz mumkin. Yoki nastoyka lapchatka belaya. Do'konlarimizga boring, tarpedan oling, lapchatka belaya oling, shuni o'zi yetar. Onam lekin damlamalaringizdan ichayotgandilar. Onam lekin qorindagi, oyoqlardagi shishlar. Moy chechak 00 astsiti bormi? Astitmi? Adenoma, spayka adenoma, миома, киста есть, грудь киста, много фиброаденома есть, лечение, скажите. Кимбалаева, срочно к нашим филиалам обращайтесь. Киста много, полная диета, аденома. Через несколько уже вы один шаг к рак груди, у вас фиброаденома, если у вас один шаг рак груди у вас. Срочно полная диета, голодовка и употребление торпеда, болиголов настойка. Потом надо употреблять фирулу вонючую. Это называется коврак на узбекском. Там есть еще противовоспалительное, против опухоли. Все надо употреблять. Срочно. Bizni ham o'qing. Tak, butun suyaklar qattiq og'ir, nervlaringiz shamollagandir. Butun suyak, nervlaringiz. Qarangda, sizga bu yerdan turib sabablarini o'rganishimiz kerak. Aytganman. Butun suyaklar qaqshab og'riganga. Isiriqni qaynatmasi. O'zimizda oddiygina isiriqni qaynatmasini. Quyuq qilib qaynatgan, qip-qizil qilib, yam-yashil bo'lib qaynatilganini badanga surish kerak. Yoki vodinoy parga o'tiring, qaynab turgan ana isiriqni quyuq qilib, rosa par bo'lib turganda, ustiga g'ish qo'yingda to'g'rani ichiga. G'ish qo'yingda ustingizga o'rab olib, ostingizga, ya'ni stul tagiga qo'yib, stulga o'tirasiz, oyog'ingiz tagiga qaynab turgan, qaynagan, bug'i chiqib turgan isiriqda yoki chig'irmonda farqi yo'q. Isiriqni qiling, to'playdigan narsa. O'shani bug'iga keyin o'ranib oling, rosa terlang. Terlaysiz, badaningizga bug'i tegadi-ku. Bu yerdan bo'lsa ramashka cho'ychasiz. Ikki yosh qizim yo'taladi, to'xtamaysiz. Nega javob bermaysiz? Sizga javob berishga majbur emasman. Birinchidan, unday gaplarni yozmang. Xo'p, 100 marta aytganman yo'tallarga. 100 marotabalar aytganman yo'talga. Tushundingizmi? Iltimos, savollaringizni o'ylab yozinglar, iltimos. Xo'p? Bir hayırlı adashib ketdi, yig'ib yotibman hammasini. Qanasini bilmaydi, qaysi. Xudoya. Qonuni bilmayapti. Hays sikli buzilgan. Qora zirani damlamasini iching deganman. Qora zirani damlamasini. Dieta qilsa o't tosh ketadimi? Xudo xohlasa, dieta qilsa любой kasal ketadi. Sabzi, qizilcha va bodring soklarini aralashtirib ichishingiz kerak. Turkiyada dastavka bormi akajon? Turkiyada Qozog'iston orqali bemalol qilsa bo'ladi. Bruselozga ayting. Bruselozga tarpeda bilan mumiyoni aralashtirib iching. Bruselozdan. Yo'q, hozir Madinadaman. Xo'sh, yalla haji. Bolot ag'a. Как вы? Вы вышли вообще-то? Так, пальцы рук отекают из-за чего? От сердца. Сердце. Куралай. У вас сердце. Сисам achishyapti. Juda. Aka nimadan qishdan beri shundaylar. Buyraklaringiz tuz-tuli. Panjiyev Muhammad. Buyrak. Ey.
Shipovnik ichinglar, ey, shipovnik. Asal bilan. Voy, baraka topkurlar. Namatak iching buyrak uchun. Pochichni chay bor keyin. Voy, iching. Tovonim yorilib qonab ketadi. Nima qilsam bo'ladi? Jigaringizni tozalang. Tovoningiz yorilayotgan bo'lsa, ana uni zarpechak bor-ku, zarpechak. O'shani damlab ichib yuring-da. Tushundingizmi? Arpani qaynatib, zarpechakni ham ichiga tashlab yuboring. Zarpechakni ham. Arpani qaynatmasiga bulq qaynab turadi-ku. Damlang ichiga mana shunday qilib. Mana shuni ichingda. Ko'p terlashga olmas. Jantaq iching, jantaq. Keyin kvassa, achuv tosh bor-ku, o'shanga cho'miling. Kelishdikmi? Infarkt bilan bolnitsadaman. Doktor dorisini ichmay tarbiya idorasida ichsam bo'ladi. Cho'lchan kapsulasini ham qo'shsangiz yaxshiroq bo'ladi. Aka psoriazga torpeda bilan Mumio, Zufar Yunusov. Stomali bolalarga immunitet ko'taradigan yo'q ayting. Stomali? Tushunmadim. Malsi, Qolbi. Madinadan qachon kelasiz? 2 kundan keyin Makkada bo'lamiz, xudo xolasa. Arab makizi degan narsa bor ekan, pistani mag'ziga o'xshagan narsa ekan. Ichni ketkazar ekan, shuni nima foydasi bor? U haqida ma'lumotim yo'q. Panjiyev Muhammad, salomat bo'ling. Чем лечить сердце? Пустырник сердечный. Куралай. Я скажу сейчас. Куралай. Услышьте. Лечение сердца. Записывайте. Растение пустырник сердечный. Поняли? Цветки боярышника. Мелисса лекарственная. Желтушник серый. Для сердца. Понятно? Это найдите. О, все, перемешайте, пейте. Так, подскажите, что. Болотага, я только с вами, смотрите, через Telegram буду разговаривать. Stoma degani vaqtincha ingichka ichak chiqarib qo'yilgan. Nima uchun Malsi Qolbi? Nima uchun bunday bo'ldi? Immunitet ko'tarishga, Malsi Qolbi, asal ari suti. Asal ari suti, matishnoye moloko deydi. Asalga aralashtirib o'shani beringlar. Bomba. Tushundingizmi? Tushundingizmi? O'n yosh qizim sochi to'kiladi, sekin o'sadi. Ovqatlanish tartibi va antiparazitarka qiling. Antiparazitarka. Kelishdikmi? Хорошо. Vitiligoga torpedani Mumio qo'shib ichaman. Davlat Davronov. Chala ishingiz. Ishingiz chala. Ko'krak kisti. Chistotalna stoyka. Torpeda bilan. Xohlasangiz o'zini iching. Zamburovga torpedan ichsam bo'ladi. Immunitetga ayting, tabiiy ko'tarish ayting.
Chetax 94-25-08. Immunitetingizga balo urganmi? Nima immunitet deydi? Nima? Qayerdan bilasiz immunitetingiz pastligini? Ha? Nima degani u? Baloni o'qi degani. Matishnoye moloko, asalari suti degani. Торпеда, спорыш, трава bo'ladimi? Bo'ladi, но это не хватает. Есть растение почечный чай. Почечный чай. Это артисифон называют. Кабит кузу арушан. Почечный чай. Yurak davleniyasi hisobida klapani sal kengaygan. Nima qilsam bo'ladi? Rahmatova, kuniga bir marta ovqat yeysiz. Kuniga bir mahal ovqat yeysiz. Istig'for aytib yurasiz. Alloh, Alloh, Alloh yoki astag'firulloh, astag'firulloh. Kuniga 1000 ta, 10 000 ta astag'firulloh. Voy! Davosi yo'q degan kasal deyilayotgan bo'lsa, bekorlarni 5 tasini aytibdi. Tushundingizmi? Что делать, если страдаешь васкулитом? Юсуповна. Васкулит. Вы знаете, да? Васкулит. Васкулит. В медицине нет лечения. Знаете? Давайте, ответьте мне. Юсупова. Ответьте. В медицине нет на это лечения. Правда? Напишите правда. Правда? В Шымкенте у нас филиал. Вот телефон номер. Васкулит. Есть ли лечение от васкулита? Скажите. О, не пишите вы. Правда, да? Ну, пожалуйста. Ну, мы же сделали неизлечимое. Я же говорю же. Неизлечимой болезни нет. Торпеда для васкулита. Смотрите. Торпеда. Дождевые черви. Если вы из Казахстана. Равиль брат, вы здесь, да? Равиль брат, вы здесь, да? Вы очень много написали мне. Я вообще-то не открыл. Я не открыл. В Казахстане только Артфит. И кто мне будет угрожать? Да хоть кто. Да хоть кто. Не мне угрожать. Равиль брат, вы поняли, о чем я? Братья и сестры, я откровенно говорю. Казахстанцы есть? Были дефекты от дождевых червей. Дефекты, потому что мы искали решение. Да, были дефекты. Это, да я сам скажу людям. В Казахстане Артфит, это дождевые черви. Они были испорчены когда-то. Они были испорчены, белые-белые стали. И мы это исправили. С помощью Аллаха. Привезли станки. Вот, дождевые черви. Лечение васкулита. Лечение системной сколиодермии. Лечение цирроз печени с торпедой. Лечение белой кровь. Лечение цирроз печени, гепатиты, лечение коксартроз, артроз, гонартроз, не имеет значения. Дождевые черви гранулами. И скажите, Мамурака, которая улица Алфавы, вы официально
мы не работаем с ними. В Сайраме был когда-то наш филиал напротив улицы Аль-Фараби. Мы не работаем с ним. Кто меня предает, кто мне угрожает, я не буду работать с ним. Мне не надо, кто думает только о деньгах. Я плевать буду на них. В Казахстане только артфит. Дождевые черви, самые натуральные. Да, были испорченные, были дефекты, исправили. И не надо мне никому угрожать. Храните циститка, храните листья березы. Juda ko'p narsa bor. Храните циститка, листья березы, корни девятила, еще. Лавровый лист. Пить и ваночка делать. Теперь в Сайраме endi Qozog'istonliklar, sayramliklar. Shimkentda Ruslan, Sayramda. Bruselozga lecheniya bormi? Bor. Qozog'istonda torpedoni olasiz. Torpedani va mumiyo olasiz. Mumiyo. Aralashtirib iching. Infeksiyam bor, qonimda davosi qanday? Tabiiy. Aliyeva. Infeksiyangiz ham tabiiy deganingiz nimasi? Tabiiy deganingiz uy sharoitidami? Iltimos, savollaringizni o'ylab yozing. Ko'k yo'talga davo bormi? Bor. Ko'k yo'talga. Xohlasangiz kovrak olib iching, kovrak. Do'konlarimizda bor. Xohlagan joyingizdan toping. Xohlasangiz sutni ichiga chesnoq qo'shib qaynatib, o'shani ichiring. Aytganman uni ko'k yo'talga. O'ng qo'lim uyushadi, e'tiboring. Aytaman, uyushmaydi. Dildora, hozir aytib qo'yaman qo'lingizga, endi uyushmaydi. Men argon ichyapman, rahmat. Joning sog' bo'lsin. Prostataga, baraka topkurlar, prostataga. Tribisteron. Ko'zini uyadi. Hozir 3 ta doktorga dadamni ko'rsatib 3 xil tashxis qo'yishyapti. Shunga qani siz? Nurislom, qayerdan ekansiz bilmadim. Gazini bosing, argon olib bering, cho'lchan kapsulasidan olib bering, ichiring. Ichiring. Salom, qo'l tomirlarim tugum bo'lib qolgan. Qo'l tomirlarimda tugum bo'lib qolgan. Братья и сестры, я заканчиваю эфир. Задавайте вопросы, пишите. Я сейчас видео выложу. Пишите. Yozinglar imkon qadar javob beraman. Kelishdingmi? Xurrakka davo bormi? Bor. Salomat bo'linglar.